Sizlarga salom, sizlar bilan yana o'sha men Nova Sigma YouTube kanali do'stlar. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan men bugun jitillardan biron bir narsa nima deydi, bir kecha oqshom ishlab qaytayotgan paytim sizlarga videoni o'chirgan edim. Uxlayotgan paytim mana yerda ikkita jitil o'tib ketdi. Ana orqada ko'rsataman. Valloh. Ana orqada kompot uyi bor-ku, kuznitsa. O'shaning sandig'ining tagida boyliklar bor ekan. Ular hech kim qolmasin. O'sha boyliklardanchi men endi o'g'irlik qilmoqchiman. Men kecha 5 tomonda ishlardim. Bu yerga temir eshik qo'yib qo'yganda, temir eshikni buzish uchun mana kim bilsa kirka bilan temir kirka bilan buziladi. O'shacha kecha sotib olganman. Davay esa nima deydi? İşlerimizni ham qilaylik. Mer Akmal do'stimga beraylikchi. Davay. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar bo'lib. Men tezroq 20 ta bo'lishim kerak bo'ldi. Endi hammaga rahmat. Kecha aytganimdan keyin, kechagi videomdan keyin naq 4 ta obunachi menga qo'shilib keldi. Ya'ni 4 ta obunachi qo'shildi. Bolalar bu juda ham zo'r-ku. Iltimos yana like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Şu oyun oxirigacha kamida 30 ta bo'laydi. Bolalar, mesela 1000 ta, 500 ta deb so'raganman, atiga 30 tagina debman. 30 ta odam. Men o'zi avvalgi video 200 nechta videomdan yana ko'payib 370 ta video qoldi. 370 ta juda ham ko'p-ku bu. O'shaning uchun like, podpiska bosib qo'yinglar bolalar. Iltimos sizlardan. Ketdik endi. Qani ketdik. To'q bechora tushib ketibdi-ku. Yaxshilik qilamiz. Davay, bu yoqdan o'bratishga. Orqadan ipiga o'lib qoldi. Shapatlab urayapman deb aytgasan. Sen bir gapir chiqasanmi? Kechagi o'yinda men aytdim. Inang nima? Katta onang nima bilmadim. Qara YouTube'da shuni ko'rguncha. Kim avvalgi videolarni ko'rgan bo'lsa, kanalda ko'rib qo'yinglar. Kirsam bo'ladimi, Akmal? Albatta kiraman. Qalaysan do'stlarim, mana men bug'doylarni olib keldim. Juda zo'r-ku. Davay sandiqqa qo'yib qo'y. 5 ta, 15 ta borib topib ketaver. Mayli, Akmal, bugun hech qanday ish yo'qmi? Nargi tomon qadar hal o'smabdi-ku. Yo'q, senga bo'lgan hech qanday ish yo'q. Bo'ldi, xo'p. Men kun tartibim shunaqa bo'ldi. Xo'p, Akmal, men ketdim. Mayli, qo'rqma, yaxshi bor. Sen yaxshi qol. Hech shayxu uxlaydigan yo'qligimga qarang. Davay, let's go. Mana sizlarga bir xas uyni oldim. Qani ketdik bolalar. Mana men sizlarga Azmaniyadagi uyda nima deydi, qanday temir yashagan. Astoldan o'tib ketamiz. Nonlarni ye. Shitil ko'ryapti. Sizlar yaxshi ko'rinish. Qani temir eshik ko'rdilaringmi? Qarasiz kerak. Temir eshik ko'rdilaringmi? Shunga hozir kechqurun to'g'ringlarchi. Mana yerdan ham sindirsamchi. Adashmasam mana shular. Hech kim ko'rmasin. To'xta. Yo'q, hech kim ko'rmayapti. Davay. Video kam bo'lib qolsa bolalar, kechiringlar. Yo'q, bu yerdan chiqmaydi. Bu yerdan chiqmaydi ekan. Bo'ldi, o'zim keyin to'g'ansa kechqurun tushgan. Davay, uyimga boraylik, kechqurun tushgandan keyin videoni yoqaman. Voy, qush tepamda turibdi-da. Qani ketdik bolalar. Iltimos like, podpiska bosib qo'yinglar bolalar. Yana bugun kanaldan kim ko'rmagan bo'lsa, men 10 ta obunachi bo'ldim. Hammaga bu uchun rahmat, boya aytganimdek. Lekin yana baribir like, podpiska bosib qo'yinglar bolalar. Men qorong'i tushgandan keyin videoni yoqaman.
Mana bolalar uxlayotgan edim, keyin qarasam ruji yomg'ir yog'yapti. Tapa yomg'ir yoqqan payti eshitilaverib, yomg'ir yoqqan payti hech kim sezmaydi, chunki hamma uyda telefon yoki televizor. Sakrab ketdik. Sasni ko'rib qolish mumkin. Agar bolalar tug'ilsa, men bir boy mushukdan chiqdi. Nimaga chiqmayapti? Mana yaxshi. To'g'ri, bolalar o'g'illik qilish gunoh. Lekin sizlarga bitta narsani aytgan imanada xususan. Sizlarga bitta narsa aytgan. Bu odam Toshkentdan kelgan bir savdogarni va pullarini o'g'irlagan ekan. Demak, bunda o'g'rini qaroqchi urdi degan gap bo'lyapti. Yana meni tushunmanglar. Sen o'g'irlik qilding deb. Yo'q bolalar, u ham biror narsasini o'g'irlagan. Bu degan o'g'rini qaroqchi urdi. Negativ gaplarni yozmanglar. Mas. Bu narsasini o'g'irlaydi deb uzoqda aylanib o'tamiz. Sakrama. Shu orqadan boramiz. Let's go. Yomon, hammasi menga tomon kelyapti, nublar. Bolalar videoni yaxshi ko'ruvchi buni voy tani buni ko'rmadim. Mana bu sindiraman hozir keyin bolalar bitamiz. Voy mana edi sandig'i bor ekan. Bolalar reklama boshlab ketdi. Reklama tugagandan keyin yoqaman bolalar. Mana bolalar, mana sandig'im boyagi video tugadi, boyagi reklama endi bularni men keyingi videoda ishlatib o'zimga normal yoqaman. Davay keyingi qismni ko'rishlaring uchun like bilan men sizlardan endi anons so'rayman. Nechta like qilgandan keyin qilasizlar deb. Menga shu 15 ta like qilib beringlar. 15 taga atiga 15 ta like qilsalaring hamma yozib ketdi. O'tir. 15 ta like qilib berganlaridan keyin yo'q berib bo'lmaydi ekan bu. Shuncha boyliklar. Keyingi videolarda bolalar 3-qismda zo'r uylar qurganimda ko'rishlarini xohlasalaring atiga 15 tagina like so'rayman sizlardan. Meni obunachilarim qilolmayman. Men obunachilarimga dahshatam ishonaman. Kecha Akmal aytdi-ku, sen obunachilaring like bosmaydi ekan deb. Bitta bola qayerga kerak desam. Shuda obunachilar bo'lmayapti-da. Unutmang shu like подписка bosib qo'yinglar bolalar. Tezroq 30 so'm mash bo'lsamidi.
bo'ldi uxlab turib, keyin turganimdan keyin videoni qildim. Bolalar turib oldim. Endi xayrlashish vaqti. Hammaga xayr, obunachilar, sizlar bilan yana shu men Novosigma YouTube kanali do'stim bo'ldim. Bugungi videorolim shulardan iborat edi. Like bilan qilmay turay. Like bilan obunani bosib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Kommentariya ham yozib qo'ysanglar juda ham zo'r bo'lardi. Men agar qaranglar, sizlarga bitta sir aytaman. Agar YouTube'da 1000 ta obunachidan ko'p obunachi YouTube unga pul berib boshlaydi, pul. Daromad beradi. Davay biz ham 1000 ta bo'laylik. Daromaddan YouTube'dan olib zo'r haqiqiy Minecraft'larda o'ynayin. Bolalar, iltimos sizlardan. O'shaning uchun like bilan obuna bosib qo'yish kerak bolalar. Hammaga rahmat do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha men novi YouTube kanal bo'ldi.